So'nggi yillarda O'zbekistonda amalga oshirilgan tizimli islohotlar mamlakat iqtisodiyotini barqaror o'sish trayektoriyasiga olib chiqdi. Tariximizda birinchi marta, ya'ni ilk bor yalpi ichki mahsulot hajmi 145 milliard dollarga, xorijiy investitsiyalar hajmi 45,1 milliard dollarga, eksport hajmi 33,4 milliard dollarga, oltin valyuta zaxiralarimiz 60 milliard dollarga yetdi. Ishsizlik darajasi mazkur islohotlar natijasida 9% gacha, kambag'allik darajasi esa 508% gacha qisqardi. Bu ko'rsatkichlar mamlakat iqtisodiy siyosatining ishchilligi va islohotlarning samaradorligini yaqqol namoyon etmoqda. Biroq jahonda kechayotgan global o'zgarishlar, xalqaro bozorlardagi beqarorlik, iqtisodiy xatarlar va texnologik inqilob O'zbekistondan yangi yondashuvlarni talab etmoqda. Strategiyaning yangilanayotgan tahririga muvofiq, yalpi ichki mahsulot hajmini 160 milliarddan 240 milliard dollar AQSh dollarigacha oshirish belgilandi. Buning asosiy maqsadi esa 2030-yilga qadar iqtisodiyot hajmini kamida 2 barobar oshirish, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan daromadlarni 5800 dollarga yetkazish maqsad qilingan. Buning natijasida esa O'zbekistonni daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kiritishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish natijasida iqtisodiyotda yangi ish o'rinlari yaratilishi jadallashib, ishsizlik darajasi pasayadi, aholining mehnat bozoridagi faolligi va ijtimoiy barqarorlik mustahkamlanadi. Yana boshqa raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, yangilanayotgan o'sha O'zbekiston 2030 strategiyasida sanoat ishlab chiqarishda texnologik mahsulotlar ulushini amaldagisida 32% bo'lsa, uni 2,5 barobarga o'sish ta'minlanishi belgilanmoqda. Sanoatdagi qo'shilgan qiymat hajmini esa 45 milliarddan 60 milliardgacha. Yuqori daromadli ish o'rinlarini yangilanayotgan O'zbekiston 2030 strategiyasida har yili 2,5 millionni tashkil etish belgilangan. Undan avvalgi, ya'ni amaldagi tahrirda esa 2,5 million umumiy sonini tashkil etib, buni har yili bajarish maqsad qilib qo'yilgan. Endi ekologiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni ekologik barqarorlikni ta'minlash bo'yicha ham bir qancha maqsadlar ko'zda tutilgan. Bulardan bittasi bu qayta tiklanuvchi energiya ulushini 40% tashkil etgan bo'lsa, amaldagi tahrirda uni 54% ga yetkazish maqsad qilib qo'yilgan. Issiqxona gazlarini qisqartirish 30% dan 35% ga oshirilgan. Yana bir yangi vazifa sifatida kiritilayotgani bu yengil avtomobillar segmentida elektromobillar ulushi amaldagi strategiyaga ko'zlanmagan bo'lsa, yangilangan strategiyada 10% ga yetkazish maqsad qilib qo'yilgan. Eksport hajmiga to'xtaladigan bo'lsak, 45 milliard dollardan 67 milliard dollargacha yetkazish maqsad qilib qo'yilgan. Endi bugungi kunda kelib tushayotgan o'sha O'zbekiston 2030 strategiyasi bo'yicha kelib tushayotgan takliflarni tahlil qilinadigan bo'lsak, aksariyat takliflar monitoring jarayonlarini, ya'ni nazorat, o'sha jamoatchilik nazoratlarini kuchaytirish masalasida. Bundan tashqari, mana yashil, sariq, qizil toifaga bo'lib belgilash, ya'ni o'shani bajarilishini belgilash bo'yicha uni bajargan, yashil misol uchun deylik, yaxshi bajargan vazirliklarni ommaviy axborot vositalari orqali ularni qolganlarga misol tariqasida yoritib borish masalasi ham taklif sifatida berilgan. Bundan tashqari shu har bir vazirlik va idoralardan o'sha strategiya bilan ishlaydigan mutaxassislarni malakasini sertifikatlab borish masalasi bo'yicha ham takliflar kelib tushmoqda.